Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Abdülvahab Xallabniki ilmi usul fiqhi degan kitobniki bunun da adillat şeriatul ahkamniki istihson 5. bobidan bu istihsonni nimaga hujjatga olamiz olmaymiz degan shu kelgan to'q hujjatga olganlarning buning ahvoli bilan dalil bilan tanishdik ham nima uchun uni hujjat qilmaymiz degan kishini shu birisi shu kelib to'xtab qolgan edik shuning o'zini darsimizni davomlashtirishimiz deydiki shubhu man la yahtajjuna bih u istihson bilan nimaga hujjatlikka istehsonni yoki hujjatlikka olmaydigan kishining shak shubhasi mujtahidlardan bo'lgan bir turkum kishi istehsonni va nima qildi inkor qildi mujtahidlardan bir fariq bir turkum kishilar istehsonni inkor qildi bunichu shar'iyninki hukmlariga o'zining havoyi havas va o'ziniki orzusi bo'yicha shar'iyning hukmlaricha bir hukm chiqarganlik deb e'tibor qildi buni bu fariqning boshida imom shofiy bor deydi imom shofiydan naql qilindiki cho'qim bu kishida bir odam istehson qildi degan gap bu odam o'zi bir shar'iyni chiqardi degan gap bo'lib qoldi deydi yana o'zidan bir shar'iyni qanday qildi o'ttirib chiqardi degan gap bo'lib qoladi deydi va o'zining asli usul fiqhi borisidagi tunji usul haqli kitob ar risala degan mush kitobda ham bekitdi taqrir bekitdiki qaror qildiki chuqum bir hukmni istehson qilgan odamning masali uning o'qishi nima o'xshaydi o'zi namozga bir tarafga namozdacho bir tarafga yuzlangan odamning o'qishi o'xshaydi ki istehson qildi u odam chuqum osh tarafning o'zi kabig'o deb o'zining shu tarjih o'zining qalbidagi bir murajjih qarab mush taraf bu kaba degan nima qildi istehson qilgan odamga o'xshaydi deydi uningga hech qanday bir dalilsizlamlar ki shariy ta'ala kabiga bo'lgan bir yuzlanishninki muayyanlashtirishiga birda bir delillardan bir bo'lgan bir dalilni turg'izmasdan yoki dalilsizliklar kabi degan musho mana shu tarafga qarab namoz o'qiyman degan o'xshashib qoladi bu istehson qadamni vajisi bu nimada ar-risala degan bu usul kitobida ham shuni taqrir qildiki chuqum istehson degan talazzuz bundoq bir nima aytdi o'ziniki nimasi bo'yicha xohish bo'yicha mana shunaqa desam ko'nglim mushunaroq tortyotidi mushular biroz dilim tilim huzurlanyotidi mana shu haqqa o'xshaydi deganga o'xshash deganlik bu deb deydi agar biz istehsonning o'zini din borasida istehsonni durust deydigan bo'lsak nurg'un aqlli insonlar shu durusib qoldi istehson ahl o'qili uchunmi ham ilmsiz ilmi yo'q biroz binasini ilmiy kirni biladigan biroz poeziyanni bayqaydigan shunday bizga aqli bor odam uchun bumi durusib qolgan bo'ladi albatta durusib qoldi bu vaqtda din borisichu har qanday bir bobga uni kira oladigan uni shuru qila oladigan shuru qilish durusib qolgan bo'lib qoladi va har qanday bir kim o'z nafsiga bir xil shar'iyni chiqara oladigan bu ahvol kelib chiqadi istehsonni agar biz hujjatlikka yaraydi desak shunlashqa bu jihatdan bu istehsonni bir nimada adillat shar'iyaniki ahkam nimasiga bu ahkam shar'iyaga yarmaydi istinbot qilishga deb bu ar-risala degan kitobda bu kishi shunaqa والظاهر لي أن الفريقين المختلفين في الاستحسان لم يتفقا في تحديد معناه فالمحتجون به يريدون منه معنى
غير الذي يريده من لا يحتجون به. ولو اتفقوا على تحديد معناه ما اختلفوا بالاحتجاج به، لأن الاستحسان هو عند التحقيق عدول عن دليل ظاهر أو عن حكم كلي لدليل اقتضى هذا العدول، وليس مجرد تشريع بالهوى. وكل قاض قد تنقدح في عقله في كثير من الوقائع مصلحة حقيقية تقتضي العدول في هذه الجزئية عما يقضي به ظاهر القانون، وما هذا إلا نوع من الاستحسان. Men için aşkar oğunu deydi bu Ustaz Abdülvahhab Hallap degan kishi. Men uchun shu ko'rinyapti ki bu tarafdagi ikki fariqning muxtalif bo'lib qolishi, bir-birisi muxtalif bo'lgan ikki fariq istehson borisi bularni ixtilof qilishi, bu ikki fariq, ikki jamoat birlik kelamida bu istehsonning ma'nosini haqiqiy bekitishda birlik kelamida. İstehsan bilen hüccet kılıdıgalla. İstehsanın hüccet yaraydı deydigalla. İstehsandın ço hüccet yaramaydı diyen kişi maksat kılgan näsinin başkasını maksat kıldı. İstehsan bilen hüccetlikке bu istehsan hüccet yaraydı diyenle onundan bir manana maksat kıldı ki hüccet yaramaydı diyenini maksat kıldıglardan başka bir manana maksat kıldı. Eğer ikisi istehsanın ma'nosini bekitishda birlik keladigan bo'lsaydi, bu istehson bilan hujjat keltirish borasida ixtilof qilishmagan bo'ladi. Chunki istehson degan u biroz inch kelgan chog'da bu dalil zohirdan dalil haqiqa. Delil zahirden ya kıyas zahirden kıyas haqiqiy shu odulqanlik, chetniganlik, yo'tkalganlik yoki nimaga kulli bir hukmdan juz'iy bir hukmga odulqanlik. Nima uchun mushu odulni, mushu chatnashni, mushu yuz yurishni talab qilgan bir dalil bo'lg'ashqa o'z qolgan yo'q. Emas bu mujarrada el qavoy havaslan epag'an tashriy qonun chiqarish emas bu. Belkim mushu udulni talab qilgan bir dalil bo'lg'ashqa qiyos jaliydan qiyos haqiqa yoki hukmi kulliydan hukmi juz'iyga aningdagin udul qilgan gap bir dalil bo'lg'ashqa dalilsiz bunda qilib qolgan yo'q. Unda qilgandan keyin bu istehsonni olganlik bu nima emas, bu hargiz havoyi havaslan bo'lgan faqatla mujarrad tashri' emas bu deydi. Balkim haqiqiy nima bu ahkam adillatul ahkamning birisi bu deydi. Har qanday qodi u qodining aqliga ko'p ba'zi voqealiklarda haqiqiy bir maslaha oydinlik bo'lib qoladi. Bu maslaha bu xil juz'iy masalalardanchu talab qiladi bu maslaha udul qilishni bu juz'iy masalalarga. Bir narsaga hukm qilibdi, uning qonunning zohiri, qonunning ko'rinishi hukm qilayotgan narsaning o'zidan umumiy bir qoida kulliydan aşın insanlar örüpleşken, aşın qoidalashgan narsaning o'zidan juz'iy bir masalaga udul qiladi. Bunun o'zi وَمَا هَذَا إِلَّا نَوْعٌ مِنَ الْاِسْتِحْسَانِ. Bunun o'zi faqat istihsanning bir turi bo'laydi. Bir haqiqiy bir maslaha bo'lg'ashqa. Bu bunun nimadecho mush qozining aqlida maslaha haqiqiyya oshkor bo'lg'ashqa anan udulqan gap deydi. ولهذا قال الإمام الشاطبي في الموافقات: من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المعروضة كالمسائل التي يقتضي فيها القياس أمرا، إلا أن ذلك الأمر
يؤدي إلى تفويت مصلحة من جهة أو جلب مصلحة أو جلب مفسدة كذلك. مشاهدın İmam Şatibi muvaffakat kitip dedi ki bir adam istihsan kılgan bolsa, yani istihsan ne? Bir şunu etimat kılıp bunu delil kılgan bolsa demek. Bu adam her gün qaytmagan boldu. Özünün pakatlı bir zevki, özünün keyfi qaytmagan boldu. Ve özünün özünün iştihası qaytkan emas o. Deydi. O çokum qaytkan boldu o adam. Şari Taala'nın maksıdıdan bilingen narsa qaytkan boldu. Umuman qaytkanda deydi. Şu to'g'rilangan şeylerinin misallarının o'zida umuman qilib aytganda sharit alaning maqsadi qaytgan bo'ldi. Har göz mujarrad zavqi yoki mujarrad ishtahasiga buni qaytgan bo'lmadi deydi. Nurg'un masalalarga o'xshashki talab qilindi bu masalalarda yoki talab qiluvdi masalalarda qiyos bir ishni talab qiladi. Lekin cho'qim bu ish qiyos bo'yicha bo'lganda apırda. Nima apırdı? Bunun bir paydını qo'ldan chiqarib qo'yishga, o'tkazib qo'yishga apırda bir tarafdan. Yoki bir shunga o'xshash bir ziyon, bir buzuqchilikni so'rab ekiladigan bundaq ishlarga apırdı. Qiyosning o'ziga borsak, shunga bu yerda qiyos o'ltirilmaydi. Qiyos zohirdan yoki qiyos nimaga haqiga udul qilindi yoki hukm kulliydan hukm juz'igacha istisnan udul qilinadi deydi. Xo'sh, darsimizni shunlarni vaqt bilan kifoyalaymiz. Darsimizning davomi Alloh xohlasa at bo'ladi. Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin.